个天生没人背刺，可是我并没有半点自卑。因为隔壁都是爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让人变得美。You got me beautiful too, you got me beautiful, you got me beautiful too, you got me beautiful. Ailevi surat. Bası düşürdük, erzamma, tezgin biliyorlar. Erzan, bası düşürdük, erzamma. Aca, aca. Bu men. Bugün hacetxana tozluğuşunun pahasını 70% düşürüptü. Bu suratni ko'rgandek qilaman ku. Ko'rgandek qilamsiz. Uning ko'ziga qarang. Ko'zi bek chiroyliqkan. Chaqnab turandi. Endi uning burniga qarang. Burni bek qanshaliqkan. Qanshaliqmikan? Endi og'ziga qarang. Ha, tonidim. Tanidingizmi? Bu ayolning tishi qamakkan. Men uni so'ramadim. O'ttara qarang, kimga o'xshaydi ekan? Faqat bilamadim ku, bu odamsimon maymonga girim qilib odam shakliga akagan bir poch suratgan ku. Bu surat asli muzeyda bo'lish kerakdi. Sizda nima ish qildi? Muzeyda turadigan odam siz. Qamlashmagan gap qildi ekansiz. Sizga deb qo'yay, bu degan men. Qarag'ida suratchining texnikasi yaxshi o'xshamamdi. Necha 10 yilning oldidagi suratni yaxshi saqlabsiz-jimi? Nima deydigansiz? Bu suratga taxi men bayini tushdim. Ati taxi uydagilar bilan suratga tushimiz. Suratga? Biz undaq suratga tushmaymiz. To'limi afsus. Taxi sizga e'tibor belitidan birini beray debdikanman. E'tibor beliti? Suratxonaningmi? Uydagilar 2 yilda bir qatim opti suratga tushimiz. Qayraganda shu suratlarga qarab, balalaringizning bag'azir cho'ng bo'lganligini ko'rsamiz. Shuning o'zi baxt emasmi? Shu. Rost baxtis qo'g'daksiz. Acha. Men bo'ldi. E'tibor beliti lozimmi? Yo'q, suratda 2 tishingiz kamakda turibdi. Hozir qarsam 3 tishingiz kamakkan ku. Marhamat. Xo'jayin, oilaviy suratni e'tibor bahoda tortamsizlar. Shunda xon qiz, qandig'iga tushay degandingiz. Eng qimmatiga. Eng qimmatigami? Bo'ldi, bo'lmasa arzonroqqa tushay. Mana bularning hammasi a'zolari. A yürüş 10 ming, B yürüş 8 ming. Xo'jayin, men eng arzonchi. Xon qiz, mushu sizga eng mos keladi. 12 ming. Xon qiz. Xo'jayin, bo'lmasa men yana shu 2 ming yo'likiga tushay. Xon qiz, rostini desam, sizga mos keladigini asli shu.
Shundaqmi? Qandaq qilamiz? Siz uchun yaxshi mulozimat qilamiz. Suratga tortadigan joylarimiz avval Osiyoda, ondin Yevropada, yana Amerikada. Afrikaga boramiz texi. Afrikaga bormasaqmi bo'lar? Mayli, uning o'rniga Marsga chiqayli. Marsga chiqib suratga tushmamsizlar. Umi bo'lg'idek. Xo'jayin, Marsga chiqib suratga tushadiganlar tayyor bo'ldi. Bildim. Xon qiz, yana nima bo'ldingiz? Bo'lmasa bahon yana azarroq qilib beray. U sizning katta. Qamoq pishdi. Sizlarga bir xush xabar deyman. Nima xush xabari bu? O'g'illikka suratxonaga berib suratga tushimiz. Oilaviy surat? Ma'qul. Shundoq bo'lsin. Bundan keyin pulimiz bo'lmasimi, har yili bir qitim suratga tushib qo'yaylik. Qiyirgan vaqtimizda shu suratlarga qarab, dadi bilan Shodining yildan yilga cho'ng bo'lganini, to'y qilib bolalik bo'lganini ko'rsak, shuning o'zi baxt emasmi? Yaxshi rastlaysiz. Necha pul ketar ekan? Ko'p emas, 2000 yuan. Xotirjam bo'ling, yig'ib qo'ygan pullarim batdi. Oldin to'laydigan pulni to'lab bo'ldim. Baldur desangiz bo'lmamdi. Qag'inni sizlar to'laytasizlar. Ma'qul, qag'inni men to'lab etay. Baldur demamsan. Xotin, siz oldin qancha pul to'ladingiz? Shu 50 yuan zakalat puli berdim. Shodi, bu men. Ayta, bu kech uxlamay nim qilyapsan? Suratga tushadigan ishni o'ylab, uyqum kelmayotdi. Nemish uyqum kelmaydi? 1950 yuanning qiymatini qilyapman. Hamma pulimni yig'sam 500 yuan bo'lar ekan. Maash berdiganga yana yarim oy batursa, buni suratga tushmayli. Bo'lmaydi. Apam aram bir xush bo'lganda tushmayli desa qanday bo'ladi? Sana yordam qilamayman. Menda bir pulim yo'q. Asli bu yer ekan-da, yaxshi bo'ldi. Hisoblig'ish asli bu yer ekan emasmi? Topolmay juratdim. Yaxshi bo'ldi. Xotin, cheniqish uskuningizga xeli qarg'a keladi ekan. Buni ishlatib xeli o'riqlab qoldingiz. Lekin ishiltish usulingizni masal borligini his qilmadingizmi? Bo'ldi. Kechiring, bek bo'g'vatmi qandaq? Yo'q, hargiz to'xtab qolmanglar. Apa, o'riqlashga buncha bel bog'lig'ini burun hajab ko'rmabdi ekanman. Suratga tushish uchun mushunda qilyapman. O'riqlasam suratga chiroyli tushaman emasmi? Voy bo'ldilar, har qancha o'riqlasangizmi baribir. Yo'q, demakchi bo'g'nim, qandaqli bo'lsangiz o'xshashlar chiroyli-ku. Rostili shundaqmi? Siz rostili shundaq chiroyli, chiroyli. Sizmi kelishgan? Shundaqmi? Amsi damliq o'riqlang. Bo'ladi, qadrligim. Dadi, amsi damlashtirayli. Nimada qilsizlar? At suratga tushimiz pulni tayyor qildingmi? Yana 200 yuan kam. Bo'ldi, buni ala. Bo'lmaydi, bu sening nashliq yeydigan puling tursa. Sen har kuni tushlik tomoq yemay quruq bo'lib yeb yuraysan-ku. Bo'pti, apam uchun emasmi? Lekin yana 100 yuan kamlaydi. Undoq bo'lsa, apamga pul yetmidi, bo'ldi suratga tushmaylik. Undaq qilsak bo'lmaydi. Apam
davmi keyinchi xatir bo'lib qoladi deb suratga tushayli davotsa bo'ldi tushmayli desam ko'ngli yerim bo'lmamdi. Ha, amisa bu soatni opirib siytib bu soat buzuq-ku deyman. Undaq emas, faqat 2 tal istilgisi yo'q shu. Amisa, diqqat qilinglar. Men suratga tortdim. 1 To'xtang! Girim suv qopdi. Ha, bo'ldi. Diqqat. 1 2 To'xtang! Kiyim maymoq bo'lib qopdi. Endi bo'ldi. Tortdim amisa. Diqqat. To'xtang. Bo'ldi, tushmaymiz. Ha? Nimishqa? Shu emasmi? Appa, nimishqa tushmaymiz? Pulni tayyorlab qo'ygan tursam. Rostini desam, bahasi qimmatgan. Bo'ldi, tushmayli. Appa, ocham shuncha tezda boshqalardan qarz olib. Yo'q, aran pul yiqqan tursa. Mendan yoshiraman demanglar. Hammani bilaman. Suratga tushiman deb sizlarni jafoda qo'ydim. Suratga tushmasak, amsa uyga ketayli. Men faqat bu yerda tushmayli demoqchi. Bahasni tushirib beray, to'xta. Vah, bu yer nima degan chiroyli. Bu yerda turayli. Sizga mitirlamanglar dedim-ku. Nimishqa mitirlaysizlar deyman. Jim turinglar, jim. Jim turinglar. Bo'ldi, jim turinglar. Jim tursanglar-chi. Haras, buning bahasi necha? 30 yen. Rangli texi arzonmikan? Arzonliqi arzonkan, lekin chivim bak ko'pkan. Bu chivimga bak o'shildim. Jim tursanglar-chi, bo'ldi. Dadisi, bu rasmni qandaqroq sizibdi? Yaxshi sizibdi, lekin buda rasm sizayotganda chivin o'ltirman deb yurmangchi-mi? Ma'qul. Endi xotirjam bo'ldim. Chashqan o'ltirsam bu bo'lar? Bo'lmaydi. Bo'ladi.不是一个天生美人妃子，可是我并没有半点自卑。因为隔壁都是爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活。